Opa, chap tomonda bo'lyaptimi og'riq? Qancha bo'ldi boshlanganiga? 9-dan birdan beri kuchli og'riq. Davolandingiz, lekin foydasi bo'lmadi. Yurib kelingchi. Umurtqa pog'onasi qiyshayib qolgan. Chap tomonda kuchli og'riq. Kelavering. Bemorimiz Abdullayeva Kamolxon Qo'shtepadan chap tomondagi L4-L5 grijasi olindi, tagigacha tozalandi. Chap oyog'iga ketayotgan nerv ildizi mana bo'm-bo'sh. Hech narsa tagidan ham, ustidan ham bosgani yo'q. Opamizda kuni kecha endoskopik dissektomiyani amalga oshirdik, ya'ni lazer usulida grijalarni olib tashladik. Holatlarni o'zidan eshitamiz. Opa, kechagi chap oyoqdagi tortuvchi og'riqlar qolibdimi, qolmabdimi? Qoldi og'riqlar. Yaxshi, men o'zimni yaxshi his qilyapman. Shuncha og'riqda yurgan ekanman. Bir kunda qutuldim shu og'riqlardan. Operatsiyadan juda qo'rqishdi boshida, tushuntirdik. Kelinglar hammalari. Sog'ayib chiqib ketar ekansizlar. Doktorlarga ham rahmat, sog' bo'lsin. Necha yurishga ham qiynalayotgansiz, qani yurib kelingchi. Yaxshiman. Bemalol harakat qilib og'riqlar yo'q. Operatsiyani tavsiya qilasizmi bemorlarga? Tavsiya qilaman. Agar og'riq, dori-darmonlar, fizioterapiya va mashqlar bilan qolmasa, oxirgi chora sifatida biz operatsiyani taklif qilamiz.